Kompyuter notebookga Viber'ni skachat qila olmaganlar uchun hozir kiramiz. Yandexdan kirdim, tushunmadim, uncha nima yaxshi emas ekan. Operadan ham uncha yaxshi tushunmadim. Google Chrome'da juda oson. Google Chrome'ga kiramiz. Google Chrome Viber'ga kiramiz. Бесплатно звонки Viber для iOS, Android. Mana shunga kiriladi. Viber для Windows. Bu yerda boshqa joylari ham bor. Ulardan skachat qilib bo'lmaydi ekan. Bitta mana shu yerdan notebook kompyuterga skachat qilish oson ekan. Kiramiz. Men o'sha o'rnatib bo'lganman. Viber для Windows deb ochadi. Mana shunday joy. Загрузить Viber. Mana shu stilkani bosamiz, bitta tak bosildi. Skachat qilib boshladi mana. 61.3 MB. Skachat qilib bo'ldi. Mana shu stilkachani bosamiz. Открытni yana bir marta bosamiz. Mana shunday открыть fayl deb chiqadi. Mana shunaqa nima. Meni запустitni yana bir marta bosamiz. Inglizchalab yozuv chiqadi. Cancel deb bosmaymiz. Chiqish degani shu, chiqib ketish, udalit qilishmi degani chiqib inglizchalab. Bunisiga kiramiz. Bunisini bir marta bitta bosamiz, bo'ldi. Ustanovka bo'lyapti. Yana qaytadan bu o'sha ikkinchi Viber bo'ladi menga. O'sha o'rnatib bo'lganman. Kompyuterga o'rnata olmay Viberni izlab yurganlar uchun bu. Bilmaganlar uchun yordam bu. Oson joydan skachat qilib o'tkazish. Bo'ldi. Tayyor. Tak chiqib ketamiz. O'sha ochildi mana. Загрузка bo'lyapti hozir. Ochadi. Tak ochildi. Mana kompyuter notebookdagi Viber. Linkalar, kommentariy. Bo'ldi, tayyor. Mana shunaqa.